Bizlar Toshkentda bu ukamiz skuterdan yiqilib doktorga borgan ekan o'sha kuni. Kechadan oldin kunida. Kechadan oldin kuni yo'ldan o'tib ketadigan ekan, o'g'lingiz bilan bir-biriga suyanib ketadigan ekan. Mana bular chiqib ketgan. Doktorga borsa, maz yozib beribdi. Yana nechtadir dori yozib beribdi, sefazalni yozib beribdi. Biz endi sefazalni oldin shamollashga olaylik dedi. Hozir yiqilganga ham bo'lyapti degan odamlar. Shunga ular apteka kirib hisoblatib chiqibdi. Yo'ldan o'tib ketayotganda to'xtatdim. Nima bo'ldi oyoqqa desam, skuterdan yiqildim. Doktor maz yozib berdi, sinmagan, hech narsa qilmagan deb aytdi dedi. Keyin aytdim, keling ko'rib qo'yaman deb ko'rib qo'ydim. Mana ko'rib, to'g'irlab, mana bu yoqlar ham chiqqandi, bu yoqlar ham chiqqandi. To'g'irlab qo'ygandik, bog'lab qo'ygandik. Mana bugun kelib uchrashib ketingizlar degandim. Ketdi, mana oyoq qimirlating endi. O'sha kun bormidi shunaqa qimirlatishlar? Yurishni o'zi yo'q-da o'sha kun paytda. Mana shunaqa chiqqan narsani biz bir ko'rgandan bilamiz uni. Ukol dori bunaqa rentgen qilish shart emas. Shuning uchun sinmagan bo'lsa, oyoqlaringizda shish bo'lsa, ozgina yoki og'riq bo'lsa, afzaldan tabibga uchrashinglar. Qiynalib yurmanglar ukol dori qilib. Sog' bo'lasizlar.